Ребята, смотрите! Dahshat, Alisa Domovoy bilan gaplashyapti. Alisa haqida bilsangiz kerak. Alisa bu Yandex kompaniyasining ovozli yordamchisi. U ayniqsa Rossiya va o'sha mintaqada yashovchi foydalanuvchilar orasida mashhur. Uy egasi uyga o'rnatilgan Alisa italyan tilida pichirlab kimgadir gapirayotganini eshitib qoladi va sekin borib undan hozir nima deb gapirding deb so'raydi. Ushbu holat sizga qiziqmi? Davomini videoda ko'rishingiz mumkin. Алиса, что ты сейчас говорила? Алиса, что ты сейчас говорила? Алиса, с кем ты сейчас говорила? Я говорила по-итальянски. Это язык. Что ты сейчас на итальянском сказала? Что ты сейчас говорила? Я говорила по-итальянски. Это язык. Ushbu videoni uyda Alisa o'rnatgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Saralangan yangiliklarni bizda kuzating.